Nechik bo'ladi deydigan bo'lsangizlar, birinchi o'rinda jalb qilish uchun videolar chiqarib boshlanadi. Videolarning turlari bor. Men qisqacha aytib o'taman. Jalb qilish uchun video turlari bor. Ya'ni ahvat deydi buni, ahvat uchun. Umumiy muammolarni aytasizlar, keladi. Sizlar e'tiborni tortasizlar, profillaringizni o'tadi. Bir necha bor shunday videolar chiqarasizlar. Keyin ularning e'tiborini tortdingizlar-ku, profillaringizni ko'rib boshlaydi-ku. Keyin ularning ishonchiga girish uchun videolar chiqarib boshlaysiz. Kimligingiz, tajribangiz, necha yillik tajribaga egasiz, nechik natijalar qilgansiz, kimlarni bir massajlab davolagansizlar, kimlarni oraqlagansizlar, kimlarga ko'p bergansizlar, ishonchiga girish kerak. Ishonchiga girganingizdan keyingina sotuv uchun videolar boshlanadi. Keyin taklif boshlanadi. Chiqib turibsiz, shunday problemami? Marhamat, menda bunday sizga taklif bor. Oling, target turasizlar keyin shunday videolarni. Ishonmaycha sotuv bo'lmaydi. Bizdan kelinchik SMM menejer bilan gaplashadi, proyekt oladi, liba Instagram ochadi, sразу videolarni qo'yib tashlayveradi. Nomaqsadda qo'yib turibdi video. Kim uchun bu video? Ahvat uchunmi, ishonch uchunmi, sotuv uchunmi? Qaramaydilar, aralashtirib qo'yib tashlayveradilar. Keyin sotuv yo'q, ko'chada Instagram ishlamaydi o'xshaydi deb o'ylaydilar. Bu ishlamaydi emas, ishlaydi. Ular ishlatib bilmaydi prosta.